Salom tinglovchim. Bugungi aytib bermoqchi bo'lgan voqeam AQShning Indiana shtati New Albany shahrida sodir bo'lgan. David Kam va uning turmush o'rtog'i Kimberly New Albany shahrida tug'ilib voyaga yetishdi. Ular 1984-yil tanishishdi. Bu orada David bir marta uylanib ajralgan. Birinchi turmushdan qiz farzandi bor edi. 1989-yil David va Kim oila qurishdi va David shu yili politsiyaga ishga qabul qilindi. 1993-yil, ya'ni 4 yil o'tib, ular o'g'il farzandli bo'ldilar. Uning ismini Bradley deb qo'yishdi. 2 yil o'tib oilada qiz farzand dunyoga keldi. Uning ismini Jill deb qo'yishdi. Ular baxtiyor oila edilar. Kim sug'urta kompaniyasida ishlardi. David esa politsiyada 10 yillik ishidan nafaqaga chiqib, tog'asi bilan basseyn tozalovchi firmasida ishlardi. David nafaqaga chiqqan bo'lsa-da, politsiyada do'stlari bilan aloqada edi. Qisqacha qilib aytganda, ular yaxshi pul topishar, 2 farzandlari bor to'kis oila edilar. Biroq hammasi shunday yaxshi davom etganda edi, bu voqeani bu kanalga joylashtirmagan bo'lardim. 2000-yilning 28-sentyabr kuni taxminan 21:20 atrofida do'stlari bilan basketbol o'yinidan so'ng David uyga qaytib keldi. O'sha kuni u Kimga 9gacha uyda bo'laman deb va'da bergandi. Biroq u 20 daqiqaga kech qolgandi va hozir Kim bilan shuni ustida janjal qilishdan qo'rqib kelayotgandi. Lekin hammasi bundan-da ayanchliroq edi. Garajga kirgan zahotiyoq u dahshatli ahvolni ko'rdi. Kim mashinasi oldida qonga belangan holda yotardi. Ikkita bolasi esa mashinaning orqa o'rindiqlarida xuddi shunday qonga belangan holda o'tirishardi. Politsiyada ishlagan tajribasi shu onda qo'l keldi. U Kim va qiziga yordam bera olmasligini darhol angladi. O'g'li esa hali jon talvasasida edi. U darhol o'g'lini ko'tarib, unga sun'iy nafas berishga harakat qildi. Biroq bu yordam bermayotganini ko'rib, 911 yordam liniyasiga qo'ng'iroq qildi. Politsiyachilar yetib kelganlarida ular 3 ta jonsiz tananing guvohi bo'lishdi. Ular jonsiz tanalarda ko'plab o'q jarohatlarini ko'rdilar. Politsiyachilar mashina ichidan kulrang jemper topishdi. U jemper bironta oila a'zoga tegishli emasdi. Tergov ishlari boshlandi va qo'shnilarning so'rovnomalaridan keyin qo'shnilar bir ovozdan o'q ovozini 21:20 atrofida eshitganliklarini ta'kidlashdi. Politsiya xodimlari yetib kelganlarida Davidning kiyimida qon izlarini topishgandi. Ekspertlar bu izlar faqat yaqindan o'q uzganda sachragan bo'lishi mumkin degan xulosaga kelishdi. Va yana David do'stlari bilan o'yinga 19:00 da chiqib ketganini ta'kidlasa-da, telefon liniya kompaniyasi u 19:29 da uydan mijozlaridan biri bilan gaplashganini tasdiqlashdi. Va eng muhim gumonlardan biri, aslida bu oila yuzdan baxtli ko'rinsa-da, oila ichida oxirgi paytlar ko'p janjal va tushunmovchiliklar bor edi. Kim birinchi farzandlari dunyoga kelgan vaqt David o'ziga boshqa ayol topganini, Kim bilib qolgandan so'ng David u bilan aloqani uzganini va Kim uni kechirganini, hozirgi kunga kelib u yana Davidning hayotida kimdir borligini gumon qilayotganini dugonasiga aytib bergandi. Yuqorida aytilgan gumonlarning barchasi natijasida David Kam Kimga xiyonat qilib yurgan. Kim bu narsani bilib qolganidan so'ng David butun oilasini o'ldirishga qaror qilgan. O'sha kuni u do'stlari bilan o'yin paytida bir oz ko'zdan g'oyib bo'lgan. Ular o'ynayotgan sport majmuasi esa Davidlarning uyidan 5 daqiqa mashinada masofani tashkil etgan. Sud u shu orada borib oilasini o'ldirib, qaytib kelib o'yinni davom ettirgan va o'yin tugagach uyga borib 911 liniyasiga qo'ng'iroq qilgan degan xulosaga keldilar. Yana sud ekspertlari Kim va bolalari 19:00 dan 20:00 ga bo'lgan vaqt oralig'ida o'ldirilgan degan xulosaga kelishdi. Qo'shnilarning o'q ovozini 21:20 eshitishganini sud qabul qilmadi va ular adashgandir degan xulosaga kelishdi.
2002-yilda bu ish ustidan sud bo'lib o'tdi. David Kam oilasini o'ldirganligida aybdor deb topilib, 192 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. David bu xulosa bilan mutlaqo norozi edi. U yangi yurist va advokatlar yollab, 3 yildan so'ng yana sud qarshisiga chiqdi. Shu safar advokatlar tergov ishiga yaxshiroq tayyorlanishdi. Birinchi navbatda telefon kompaniyasining dalillari gumonga qo'yildi. Indiana shtati 2 vaqt zonasiga ega va ular orasi 1 soatni tashkil etadi. Kompaniya ma'lumotlarni taqdim etganda shu 1 soatni inobatga olmagan va advokatlar buni isbotlashganda David uyidan turib mijozi bilan gaplashgan vaqti 19:30 emas, balki 18:30 ni tashkil etgan. Davidning kiyimidagi qon izlari esa u o'g'lini qutqarish uchun qilgan harakatlari natijasida qolganini ham isbotlashdi va eng muhim dalil bu mashinada topilgan kulrang jemperda aniqlangan DNK izlari oilaning hech bir a'zosiga tegishli emasligi edi. Advokatlar DNK egasini topishdi. DNKning izlari Charles Bonnet degan odamga tegishli edi. Uning o'tmishi jinoyatga boy edi. U yolg'iz ayollarga hujum qilishi bilan mashhur edi. Oxirgi jinoyatidan so'ng u 20 yillik qamoq jazosidan 7 yilini qamoqda o'tkazib, yaxshi xulqi natijasida ozodlikka chiqqandi. Bu voqea Kim va bolalari o'ldirilishidan bir necha oy ilgari ro'y bergandi. Eng qiziqarlisi, Charles Bonnetning DNKsi 3 yil oldin ham politsiya bazasida bo'lgan. Lekin politsiyachilar uni so'rov qilishganda, u kiyimlarini qarovsiz qolganlar jamiyatiga hadya qilganini va kiyimini xohlagan odam olib ketgandir deb aytgandi. Xullas, politsiya ikkinchi sudda aslida o'sha payt DNKlarni almashtirib qo'yishganini va Charlesni hech kim to'la to'kis so'rov qilmaganini tan oldi. Biroq advokatlar qo'lida eng muhim dalil bor edi. Kimning mashinasida Charles Bonnetning qo'l izlari topilgandi. Shu payt Charles Bonnet sud ishtirokchilarini shokka qoldirdi. Charles Bonnet sud muhokamasida aslida David bilan oldindan tanish ekanligini va u bilan gohida basketbol o'ynaganini, o'sha kuni u Davidning uyiga unga o'qli qurolini sotish uchun kelganini aytdi. Sud ishtirokchilari shok holatga kelishdi va Charlesni jinoyatga sherik deb topishib, unga 225 yillik qamoq jazosiga hukm qilishdi. O'sha kuni David bilan uyinda bo'lgan 9 ta odam ham David uyindan hech qayerga ketmaganligini isbotlashdi. Shuncha dalil isbotlarga qaramay, sud Davidning hukmini o'zgartirmadi va Davidning advokatlari 2013-yil takror ishni apellyatsiyaga berishdi. 3-sud muhokamasi 13 yildan so'ng boshlandi. Davidning advokatlari Charles Bonnetning qo'l izlarini nafaqat mashina eshiklarida, balki kimning oyoqlarida, bolalarning kiyimlarida topishdi. Sud hakami bu isbotlardan so'ng David Kamni aybsiz deb topib, sud zalidayoq ozod qildi. Sud ishtirokchilari qattiq tanqidga uchradi. 13 yil hamma dalillar politsiya qo'lida bo'lsa-da, aybsiz odam qamoqda edi. Intervyularning birida David Kam har kecha xotini va bolalarini tushida ko'rishini va deyarli har kecha metin bardoshiga qaramay oilasini bunday dahshatli tarzda yo'qotganidan va adolatsizlik tufayli 13 yil umrini yo'qotganidan unsiz yig'laganini aytgan. Bugungi voqeam sizlarga qiziq bo'ldi degan umiddaman. Albatta podpisatsiya tugmasiga bosib, kanalga a'zo bo'ling va kanalga qo'yilib boriladigan voqealardan xabardor bo'lib, like va kommentariyalarni ayamang. E'tiboringiz uchun rahmat.